Samarqand filiali tomonidan navbatdagi xonadonimizga o'rnatilgan perilar obzorini ko'rib chiqamiz. Samarqand shahar kolxoz Pobedadamiz. Bu xonadonimizga 40 metr balasina fasondagi perilarimizni uстановка qilib berganmiz. Tumbalarga alohida e'tibor berishlarini so'raymiz. Uyda egasi bilan maslahatlashgan holatda uyda obyektga moslashtirib 19 rebrolik va 16 arqon trubalardan foydalangan holatda tumbalar yasagan. Birorta mayda stok ishlamagan, полностью tumbadan foydalanilgan. Uyda video davomida ko'rib chiqamiz. Uyni fasoniga bombalarga moslatgan holatda baquvvatlilariga ham e'tibor berasizlar. Men 100 kiloman bemalol baquvvatlilarini ko'rib chiqishingiz mumkin. Obyektimizga полностью foydalanganmiz, ko'rib chiqishingiz mumkin. Xonadonimizni uyda egasi bilan kelishgan holatda remontlarimiz podrashka g'ish bo'lgani hisobiga bolt va silverlarni uyg'unlashtirganmiz. Qo'shimcha detal sifatida mo'ylov gullardan foydalanganmiz. Sababi oynasini mana bularga moslangan holatda high-tech uslub gullariga. Bularimiz qalinligi, dastasi ham, ramkasi ham 0.9 dan ishlatiladi. Qalinliklariga, tekshirib olishlariga bemalol mumkin. 100% Xitoy material i 0.9 ligi. Qalinligi sababi ko'pchilik 0.7 ishlatadi. Bemalol bu baquvvatligiga javob beriladi. Materialga kafolat 10 yil beramiz. Xizmat sifatiga 1 yil bepul servis xizmat kafolatini beramiz. Dokument asosida qo'liga sertifikat qog'ozlar topshiriladi. Bu uyimizga qo'shimcha sifatida mana bunday trap xizmatini ham qilib berganmiz. Polni hovlini aylanasiga silver svetdan 25 ga 13 va 2.5 dan foydalangan holatda aylanasiga bolalarning xavfsizligi yuzasidan qo'yganmiz. Ham suv ketishiga, bolalar samokatchada uchib kelishini hisobiga olib berasiz degan holatda bu ham baquvvat. Mashina bilan yursa ham bemalol ko'taraveradigan holatda baquvvat bo'lgan. Sizlarga ham ushbu noan'anaviy ko'rinishdagi perilarimizni kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Metal Mart Samarqand filiali yoki o'zingizni viloyatingizdagi filiallarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga ham ushbu xizmatlarimizdan foydalanib qolishlaringizni so'raymiz.